Qilma g'iybatimni. Oyoqqa turishimga imkon beringlar deyapti. Onamga aytmay, men o'zim borib aytaman dedi. Yoshlarda ko'p noto'g'ri yo'lda. Lekin biz imkon bermayapmiz ularga. Kim bilandir sevishasan, tashab ketadi, kimdir haqorat qilib ketadi, kimdir orqangdan bir olam gap gapiradi. Bunaqani og'ir eshitish, bunaqani hazm qilish oson emas. Sen lekin onaga borib aytalasan bunaqa gap. Aytolmaysan. Bo'lishib, kecha maktab keluvding, bugun bunaqa deyapsan. Endi unaqa yuk bilan yashagan odam juda baxtiyor bo'lib yashayvermaydi. Hammaga men yashadim, bu ham yashasin-da deydi. Bir-birimizga og'ir qilaversak, mana shu ahvol bo'laveramiz. Bir-birimiz yukimizni yengillatmagungacha mana shunaqa bo'laveradi. Voy ko'rdingizmi qizingizni? Voy men palonchi bilan ko'rdim, palon yerda bilasizmi? Yo'q, men aytganimni aytmay qo'yib deb ko'shading. O'g'lingiz palon daqiqa yemishadi. Nima qilasan yarasiga tushib? Oqmagan suvni balig'i sassiq bo'ladi. Yuribman-da. Oqmagan suvda baliqdek suzib, sasib bir joyda